Mashinasi bor fuqarolar darhol xabardor bo'ling. 1,236,000 so'mdan davlatga pul to'laysiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 1,236,000 so'mdan jarima to'laysiz. Agar siz rulda harakat vaqtida telefondan foydalansangiz, rulda harakat vaqtida telefondan foydalanish endi jarima bilan yakunlanadi. Uni qo'lda ushlab tursangiz ham yoki navigatsiyani sozlasangiz ham jarima bor. Xavfsizlik kamariga jarimalar endi telefonga ham jarima yozishni boshladi. Ko'p haydovchilar buni bilmay qolyapti. Avvallari kameralar faqat xavfsizlik kamerani tekshirardi. Endi esa telefondan foydalanishni ham aniqlaydi. Farqi yo'q. Telefon orqali gaplashasizmi yoki shunchaki qo'lda ushlab turibsizmi, baribir jarima yoziladi. Yana bir muhim narsa, bu tizim haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lgan haydovchilarni ham aniqlay oladi, deyiladi xabarda.